Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 14-aprel. Demak, bugungi video syomkamiz esa o'sha Namangan shahar avtovokzal Shamshibor bozoridan. Demak, bugungi mavzuyimiz guvoh bo'lib turganingizdek, albatta Rossiya davlatidan olib keltirilgan rossiyskiy, ya'niki qizil yog'och, listvak, ya'niki taxtalar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Demak, videomiz boshlashdan oldin esa kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Va ushbu kichkina mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda bittadan layklarni bosib o'tsanglar ham xursand bo'lib qolardik. Demak, videoni diqqat bilan kuzating. Va biz esa boshladik. Keyingi videomiz qaysi qurilish, ya'niki qaysi qurilish materiallar bo'yicha video qilishimizni xohlasangiz, albatta video ostida kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirsangiz, albatta biz izohlarni ko'rib chiqamiz. Va qaysi material ko'p ovoz yig'sa, o'sha material haqida biz videomizni olamiz albatta. Buning uchun esa albatta kuzatishda davom eting. Demak, biz boshladik. Demak, kuzatuvchilar, biz boshladik. Ushbu mahsulotimiz reyka, ya'niki shipr tagiga ishlatilgan reykamiz. Holatlari esa o'rtacha desa ham bo'ladi, zo'r emas, lekin ishlatsa bo'ladi. Faqatgina bunda ozgina aybi borligi uchun narxlari ham arzon. Demak, buni razmeri 4,5 ga 3,5, uzunligi esa 6 metrli, narxi esa 5,5 ming so'mdanga beramiz. Buni uzunligi pachkada 48 metr bo'ladi. 48 metr o'rniga 45 metrga hisoblab beriladi. Sababi 3 metrni skidga qilib beriladi. Ya'niki buni sabab borligi uchun, ya'ni o'rtasida bittadan uloqlari bor. Shu holat uchun biz albatta bu narsani 45 metrga beramiz. Sababi shu uloq borligi uchungina. Ya'niki ko'pchiligi arzon ekan deb telefon qilishlari mumkin, albatta. Lekin buni sabab bor. Sababi o'sha ko'rib o'tganingizda albatta bittadan uloqlar bor. Bu esa o'sha holatda, o'sha razmerda uzunligi buniki ham 6 metrlik, buni esa razmer sal qalinroq, lekin 37 ga chiqqan, uzunligi 6 metrlik. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa, 6,5 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Ya'ni uzunligi 6 metrlik. Bunda esa hech qanaqa uloq-puloqlar yo'q, holatlari yaxshi, ideal holatda, toza sasna, ko'rishingiz mumkin bemalol. Bu esa 20 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Ya'niki bolalikka ishlatgani, harlikka ishlatgani ham qo'yishadi. 20 ga 5, uzunligi esa 6 metrlik. Holatlari esa ideal. Bu Rossiya Kazandan olib keltirilgan, ya'niki narxi keladigan bo'lsa 245 ming so'mdanga dastavkamiz tekin chiqarib beramiz. Bu esa 11 ga 32 lik, uzunligi 6 metrlik strapela mahsuloti, yel, ya'niki sasna deyishi mumkin, lekin sasna emas. Yel mahsuloti, ya'ni o'zimiz oddiy qilib tushuntirganda bu Kaliforniya, o'zimizning Kaliforniya taxta singari, ya'ni bu rossiyskiy Kaliforniya desa ham bo'laveradi. Shuning uchun narxi esa buni 88 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Uzunligi esa 6 metrlik razmeri, yana bir marta takrorlab o'taman, 11 ga 32 lik. Bu esa 11 ga 38 lik qalinroq strapni so'raganlar uchun bu ham Kazan, Rossiya. Buni ham uzunligi 6 metrlik, razmerlari esa 11 to'liq, qalinligi esa 38 lik, ya'ni 308 chiqadi qalinligi. Bu narxi bo'ladigan bo'lsa 94 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Ya'ni 94 ming so'mdanga bir donasi chiqarib beramiz. Holatlari yaxshi, ideal desa ham bo'lmaydi, holatlari yaxshi har holda, lekin sasna toza. Bu esa brusimiz 10 ga 10, uzunligi esa 6 metrlik. Holatlari yaxshi buni ham. Bu ham Rossiya Kazan. Holatlari o'rtacha, zo'r deya olmaymiz, sababi ozginada buni ham aybi bor. Narxi esa 210 ming so'mdanga chiqarib beramiz buni narxini. Bundan tashqari yana yaxshi bruslarimiz ham bor. Hozir bir chekkadan sekingina o'sha arzonroqlarni ko'rsatamiz, keyin undan tashqari yana sifatlilarga ham o'tamiz albatta. Montorli strapilimiz uzunligi 6 metrlik, montorga 3,7, 3,8 chiqadi. Bu ham holatlari zo'r, yaxshi. Hozirgi kundagi strapela, ishlab turgan strapela. Bu narxi keladigan bo'lsa 125 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Buni arzoni ham bor, arzonni ham ko'rsatib o'tamiz. Uzunligi 6 metrlik, bu ham sasna. Va eng asosiy ko'p so'raladigan mahsulotimiz 15 ga 5. Uzunligi esa 6 metrlik. Razmerlar to'liq, 15 ga to'liq chiqadi, 5 chiqadi, uzunligi esa 6 metrlik. Buni narxi keladigan bo'lsak 175 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Holatlari yaxshi, buniki ham har holda garantiya beramiz. Uzunroq pol so'raganlar uchun esa bu chastni pollarimiz 11 ga 2,5, uzunligi 6 metrlik buni ham.
holatlari yaxshi, sifatlari esa o'rta miyona taxta, ya'niki bu o'rta holatdagi taxtamiz. Narxi bo'ladigan bo'lsa 65 ming so'mdanga bir donasi to'g'ri keladi. Bu esa mana endi bruslarimizni tozasi, yaxshisi, holatlari mana ko'rinib turganda ideal. Yomoni yo'q, buni ham bir orqasidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Chunki sababi taxtani aybi orqasida bo'ladi. Qayerdan olsangiz ham albatta birinchi o'rinda orqa tomoniga o'tib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Holatlari ideal. Zo'r holatda yil uzunligi 6 metrlik, buni narxi keladigan bo'lsa 245 ming so'mdanga chiqadi. Undan tashqari yana katta bruslarimiz ham bor. Ya'niki 14 ga 9 lik, ya'ni 15 ga 10 deb aytiladi. Chiqish razmeri esa 14 ga 9 bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 350 ming so'mdan. Bu ham mahsuloti yil, lekin Rossiya. Bundan tashqari polli taxtalarimiz 6 metrlik, mana ko'pchilik so'ragan shpuntli taxtalarimiz, razmerlari esa 14 ga 22 lik, ya'ni bu 15 ga 2-3 lik pol taxtadan ochilgan. Uzunligi esa 6 metrlik. Holatlari yaxshi. Bundan narxi keladigan bo'lsa 95 ming so'mdanga bir donasi chiqib o'tadi. Xo'p, bunisi esa o'sha polli taxtamizdan, ya'ni qalin pol taxta so'raganlar uchun. Endi eski holatda 9 ga, qalinligi esa 2,7 lik, uzunligi esa 4 metrlik. Bu ham suxoy, holatlari yaxshi. Buni ham ichiga garantiya beramiz. Xudo xolasa sifati yaxshi chiqishiga. Buning narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 48 ming so'mdanga bir donasi chiqadi. Undan tashqari kichikroq pol taxta so'raganlar uchun esa mana xuddi shu holat bo'yicha 9 ga 2 lik, uzunligi esa 4 metrlik, holatlari esa ideal, ya'niki sifati zo'r. Hech qanaqa garbul afzalligi bo'lmaydi, ya'niki sifatiga garantiya beramiz. Buni ham holatlari zo'r, ideal holatda. Narxi ham esa hamyonbop, ya'niki 38 ming so'mdanga chiqadi. Bundan ham arzonlari bor, hali buni ham ko'rsatib o'tib albatta video davomida. Videomizni esa diqqat bilan kuzatib tursangiz, xudo xolasa shu yer joyatiga bittadangina layklarni esingizdan chiqib qolmasdan turib bosib qo'ysanglar, biz sekin davom ettiraveramiz. Demak, 12 ga 5 lik, uzunligi esa 6 metrlik. Ko'pchilik bu narsani, ya'ni strapilga ham, ya'ni sarroplikka ham ishlatishadi. Albatta bu juda muhim joylarga ishlaydigan narsa. Mahsulot sasna toza 12 ga 5, uzunligi esa 6 metrlik. Buni narxi keladigan bo'lsa 158 ming so'mdanga bir donasi to'g'ri keladi. Uzunligi esa 12 ga 5. Bu esa 15 ga 5imizni suxoyi, ya'ni quruq holatdagisi. Uzunligi buniki ham 6 metrlik, sifatlari a'lo darajada toza. Rossiya Belyar deydi, ya'niki holatlari zo'r, hech qanaqa chiriganlik, qutlaganligi bo'lmaydi. Buni oqlab qo'yganimiz sababi uchi yorilib ketmasligi sababi uchun oqlab qo'yganmiz, chunki bundan bari kun isiydi, taxtalar tez-tez yorilib ketadi, shuning uchun oqlab qo'yganmiz. Holatlari ideal. Bu ham narxi 175 ming so'mdanga bir donasi to'g'ri keladi. Bu esa 14 ga 3,5, uzunligi esa 6 metrlik. Holatlari ideal, ya'niki bu ham Belyar. Hozir boya ko'rsatib o'tilgandan ko'ra bunisini sifati sal yaxshiroq, chunki unda kazannikida ko'pchilik nimaga kazanniki arzonroq yoki razmeri katta bo'lgani bilan arzonroq deyishadi-yu, lekin kazannikida shunaqa narsa borki, bitta bu ham ma'lumot unda kazanni ko'proq yongan o'rmonni, ya'niki yog'ochini olib chiqib, panoramada o'tkaziladi. Unda esa biroz chiriganligi, ya'ni qutlagani ko'proq bo'ladi. Bunda esa Belyarda unaqa bo'lmaydi, ya'ni holatlari ideal bo'ladi. Sifatlari esa zo'r, hech qanaqa quruganlar va nima deydi, chiriganlar bo'lmaydi, qutlaganlar bo'lmaydi. Bu garantiya beramiz. Buni narxi bilan bo'lsa, faqat bir razmeri kichikroq, ya'ni 14 ga 3,5 chiqadi, lekin narxi 121 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu esa 11ligi. 11ligimiz esa razmeri 4 metrlik, uzunligi 11 ga 3,5. Bu ham Belyar, bilgan biladi bu narsani, Belyar qanaqaligini, mahsulotini. Holatlari zo'r. Bu esa 4 metrlik boya aytib o'tganimdek. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 63 ming so'mdanga to'gri keladi. Bundan ham arzonroq strapilamiz bor, 4 metrligi. Hammasi holati, sifatiga qarab chiqadi. Bu esa 20 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Ya'niki listvak, to'sinlikka ishlatgani ko'proq olishadi bu narsani, bolurlikka, to'sinlikka ishlatiladi. 20 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Bu esa yonidagisi esa 19 ga 5 lik, uzunligi
6 metrlik. Yonidagi esa 15 ga 5 lik, uzunligi esa 6 metrlik. Demak, bular haqida ma'lumot va narx-navolar bo'yicha 20 ga 5 imiz, uzunligi 6 metrlik lestvamiz narxi keladigan bo'lsa 290 ming so'mdanga dastavkamiz tekin chiqarib beramiz albatta. Va 19 ligimiz esa 275 ming so'mdanga dastavkamizni tekin chiqarib beramiz. Dastavka masalasiga keladigan bo'lsak, albatta Voha viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, demak Vohaga bo'ladigan bo'lsa eng kam 2,5 ming dollar savdo bo'lsa dastavkamizni tekin chiqarib beramiz. Viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa eng kami 1,5 ming dollar savdo bo'lsa dastavkamiz tekin. Namangan shahri o'ziga bo'ladigan bo'lsa eng kam 5 million savdo qilinsa dastavkalarimiz tekin chiqarib beramiz. 15 ga 5, uzunligi esa 6 metrlik mahsulot lestvak. Bu narx keladigan bo'lsa, bu narxi 215 ming so'mdanga chiqadi. Demak, 6 metrlik lestvayimiz esa 215 ming so'mdanga dastavkamiz tekin chiqarib beramiz. Holatlari yaxshi, sifati esa bu esa 12 ga 5, uzunligi esa 6 metrlik. Bu narxi 168 ming so'mdanga chiqib boradi. Bu polimiz esa 11 ga ya'niki uzr 11 dema 10 ga 2-3 lini ochilgan, holatlari ideal. Ruskiy lesk, ya'ni zavod taxtasidan chiqarilgan. Qolish razmeri esa 9,5 ga, qalinligi 22 qilgan, uzunligi 4 metrlik. Holatlari ideal holatda, sifati esa suxoy, hech qanaqa qo'l taxtadan chiqarilmagan, holatlari zo'r. Bu narxi esa 38 ming so'mdanga 4 metrligi to'g'ri keladi. Endi qalin polli taxta qilmoqchi bo'lganlar uchun esa mana haqiqiy polli mushiga desa ham bo'ladi. Ya'ni bir razmeri 12 ga 32 lik strapila, ya'ni o'zimiz hozirgi bo'lib turgan 12 ga 32 strapilamizni ochganmiz. Ya'ni qolish razmeri 11,5 ga, qalinligi 3 lik, ruskiy lesk, toza razmer, toza holatdagi haqiqiy sasna taxtalarimiz. Buni esa chiroyli uyqulayotgan, ya'ni hashamatli, zo'r uyqulayotganlar uchun esa lagasini orasi uzoqlik bo'lganligi uchun juda chiroyli polli taxta. Buni ham holatlar ideal. Hozir yomg'ir yog'ib turgani uchun buni tevasini ocha olmaymiz, sababi sal ho'l bo'lib qolishi mumkin, lekin sifati esa dahshat. Yaqinda ham shu mana qalinligi ham ideal holatda. Yaqinda o'sha Farg'ona viloyatiga ham chiqarib berdik, xuddi shundan. Holatlar ideal, razmerlar esa cho'tka. 2,9 qolgan, qalinligi 32 lini ochilgan. Bu narx keladigan bo'lsa 68 ming so'mdanga dastavkamizni tekin chiqarib beramiz. Holatlari zo'r. Bu ham o'sha zavod taxtasidan ochilgan. Bu esa xuddi shu razmerni, faqat 12,5, ya'ni 13 ga, qalinligi 2 ligi. Ya'ni 13 ga 2 ligi bu o'sha o'zimizning oddiy obishniy pollardan desa ham bo'laveradi. Ya'niki bu parashroq. Razmerdagisi 13 ochilgan, qolish razmeri esa 12,5 qolgan. Ya'ni qolayotgan razmer, ushbu razmeri 12,5 qolgan. Qalinligi esa 2 qolgan, uzunligi 4 metrlik. Buni ham holatlari suxoy, ideal holatda, hech qanaqa aybi nuqson yo'q. Buni narxi keladigan bo'lsak, 58 ming so'mdanga dastavkamiz tekin chiqarib beramiz. Bu yerda esa lestvak, ya'ni lestvak poldan qilmoqchi bo'lganlar uchun 15 likni ochilgan, uzunligi esa 4 metrlik. Bu esa ruskiy lesk. Bu ham qolish razmeri 14 ga, qalinligi 1,9 qolgan, uzunligi esa 4 metrlik. Narxi 52 ming so'mdanga chiqadi. Holatlari ideal. Bu esa sasnasi, xuddi shu razmer. Bu ham o'sha 14 ga, qalinligi 2 qolgan, uzunligi 4 metrlik. Buning narxi 56 ming so'mdanga chiqadi sasnamiz. Patron shu reka so'laganlar uchun esa mana 4 ga 2 rekamiz bor. Bu 4 ga 2 rekamiz esa 3,5 ming so'mdanga. Holatlari zo'r. Ichiga garantiya beramiz, hech qanaqa uloq-puloqlar qo'shilmagan, ya'niki xuddi mana shu pol taxtadan ochilgan, ya'ni holatlari zo'r narsa. Xudo xohlasa ichiga garantiya beramiz. Endi esa asosiy mavzuyimiz, ya'ni to'sinli 4 metrlik lestva to'sinlarimiz 18 ga 5, 14 ga 4, 17 ga 5 shu razmer bo'yicha alohida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, bunimiz esa razmeri 16,5 ga, ya'ni 17 deydi, 16,5 ga, qalinligi 5 lik, uzunligi esa 4 metrlik lestvak. Uzunligi esa 4 metrlik, holatlari zo'r. Suxoy. Bu razmeri ko'proq minsovkasi ham bo'ladi, pilisovkasi ham bo'ladi. Hozir buni ham albatta ko'rsatib o'tkaman. Bu esa o'sha to'liq razmer so'raganlar uchun 16,5 ga, qalinligi 5 ligi, uzunligi 4 metrlik. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 140 ming so'mdanga chiqadi. Bu 4 metrlik uzunligi. Xo'p, 14 ga 3,5 strapilamiz 4 metrligi, ya'ni 4 metrlik strapilan ko'proq 14 lik ham qo'yib turishadi. Shuning uchun bu razmerlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu naveslarga ishlaydi ko'proq, ochiq naveslarga. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 78 ming so'm. Bu esa 11 lik strapilamizni zavodniki, ya'ni ko'rinib turganda tilinishlari, razmerlari juda ham ideal, bir-biriga razmerlar juda ham mos keladi. Hech qanaqa
razmer o'ynamagan, sababi bu zavodniki. Shuning uchun boyaga boshda ko'rsatib o'tganimiz hammasi esa chastniy edi. Bu esa zavodniki. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 62 ming so'mdanga, uzunligi 4 metrli, razmerlari 11, qalinligi esa to'liq 3,5 chiqadi. Holatlari ideal. Bu holat bo'yicha garbil abzorligi yo'q, holatlari ideal holatda turibdi. Bu esa 6 metrligi shu holat bo'yicha. Xo'p, 6 metrlik endi esa 6 metrlik 14 lik eng asosiy strapil, ko'p so'raladigan strapillar taxtamiz. Toza sasna, uzunligi esa 6 metrlik, razmeri esa to'liq 14, qalinligi esa 3,5. Ya'niki 3,5, 3,4 bo'ladi. Bu ham ideal razmerda, ya'ni ideal holatda, chunki bu zavodniki, bu ham standartligi bo'yicha bir-biriga razmerlar juda chiroyli chiqadi va holatlari ideal. Bunun narxi bo'ladigan bo'lsa 119 ming so'mdanga dastavkamiz tekin chiqarib beramiz. 119 ming so'mdanga shunaqa zavod chiroyli pol taxtalarimiz, strapilarimiz bor, uzr. Strapilarni chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bu esa o'sha 4 metrli chastniy strapilarimiz, narxi esa 56 ming so'mdanga 11 ga. 11 da aytiladi, lekin chiqish razmeri 10,5 ga, qalinligi 3,3 chiqadi. 11 lik deb aytiladi, lekin chiqish razmeri 10,5 ga 3,3 chiqadi. Razmeri esa bir-biriga bittasi 3,3, bittasi 3,4, bittasi 3,5 chiqadi. Ya'ni standartligi sal kichkina bo'lgani uchungina, albatta bu holat bo'yicha alohida e'tibor bersanglar, bu esa o'sha standart strapilamiz. Yani uzunligi 4 metr, buniki ham esa 4 metrli. Demak, listvalarimiz esa endi 15 likning minisovkalari, plisovkalari bor, shularni ko'rsatib o'tishimiz kerak edi. Demak do'stlar, bu o'sha boyaga ko'rsatib o'tgan 16,5 ga 5 likni minisovka razmeri, ya'niki o'sha razmer bo'yicha 17, 16,5 ga qalinligi 43, ya'niki 5 deb aytiladi, lekin chiqish razmeri 4,3 chiqadi. Eniga esa 16,5 chiqadi, uzunligi esa buni ham 4 metrli, bu ham zavodniki, ya'ni pachkali taxtada, listvak bu ham uzunligi 4 metrlik. Holatlari yaxshi. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 130 ming so'm chiqadi. 130 ming so'mdanga boyaga ko'rsatib o'tkazilgan o'sha 16,5 ga 5 lik listvani, ya'ni minisovkasi. Endi bunda bu yerda esa mana 15 ligimiz ham bor. 15 ligimiz uzunligi 4 metrlik, buni ham holatlari ideal. Voy chiqmaysan endi sana. Videoga tushish xohlamayapti bu ham. Hop, razmerlar esa 15, qalinligi esa 4,4, ya'ni 5 da aytiladi. Hop, 15 ga 4,5, uzunligi 4 metrli. Buni narxi esa 115 ming so'mdanga chiqadi. Buni esa 15 ga 5 ligi bor, to'liq razmerlari bor. 15 ga 5 to'liq razmerimiz esa narxi 125 ming so'm chiqadi. Bu minisovkasi, ya'ni bu ham zavodniki, lekin minisovkasi. 15, qalinligi esa 4,4 chiqadi. 5 chiqmaydi, 5 deb ko'pchilik aytishadi, lekin 5 chiqmaydi. Bu 4,4 chiqadi, uzunligi esa 4 metrli. Endi esa shipr rekalarimiz, ya'ni ideal holatdagi shipr rekalarimiz ham bor. Holatlari zo'r. Boyaga ko'rsatib o'tkazilgan strapilardan chiqarilgan, ya'ni zavod strapilardan chiqarilgan. O'zi razmerini ko'rsanglar, o'zi bilinib turibdi mana. Razmerlar hammasi bir-biriga zo'r keladi, hech qanaqa past balandligi yo'q. Holatlari esa ideal. Buni narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 6,5 ming so'mdan 1 metr to'g'ri keladi. Ya'ni pachkada 32 metr bo'ladi, uzunligi esa 4 metrli. 6,5 ming so'mdanga shunaqa donali, ya'ni garantiya beramiz. Har bitta pachkamiz uchun, har bitta metr uchun javob beramiz. Chunki sifati ideal holatda. Bu esa o'zi bilinib turibdi, bu esa yil, ya'niki arzonroq taxta, o'sha boyaga ko'rsatib o'tkazilgan, ya'niki Kaliforniya, rossiyskiy Kaliforniya deydi, o'sha taxta singari. O'zi mahsulotidan ham, mana o'z mag'zidan ham bilinib turibdi, ikkalasi yonma-yon turgani uchun. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 5800 so'mdanga chiqarib beriladi. Faqat bu yil bo'ladi, lekin sasna emas. Bu esa toza sasna, narxi 6,5 ming so'mdanga. Endi esa chirpitsa tom uchun esa abrshotkamiz bor. Bu yerda esa mana razmerlari 6 ga, qalinligi esa 1,8 lik, uzunligi 4 metrlik. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxi 18,5 ming so'mdanga chiqarib beramiz. Uzunligi esa 4 metrlik. Holatlari zo'r. 18,5 ming so'mdanga holatlari zo'r. Bu esa ya'ni katta reka qo'yaman deganlar uchun razmeri 6 oshiqroq chiqadi, qalinligi esa 3,7, uzunligi esa 4 metrli, 6 metrligi ham bor. Demak 6 ga 3,7 lik katta taxtamiz, demak buni metri 10,5 ming so'mdanga chiqadi. Demak esa endi alohida bitta narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti endi Rossiya
har xil davlatlardan ko'p musofirda yurgan akalarimiz telefon qilishyapti. Ya'ni o'sha o'tgan safargi narxlar bo'yichami deb, shuning uchun narxlarimizni yangilagan holatda ushbu videomizni oldik. Demak, agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, bittadan laykni bossanglar, xursand bo'lamiz. O'sha aytib o'tganimizdek, keyingi syomkamiz, ya'niki qaysi qurilish mahsuloti haqida bo'lishini xohlasanglar, albatta kommentariyada qoldirsanglar, xudo xolasa o'shani optim joylarini topib, iloji boricha harakat qilamiz. Optim joylargacha borib, o'shadan video qilishga harakat qilamiz. Albatta, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Albatta, WhatsApp, Telegramimizda esa mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, o'zim javob beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlarni asranglar, qadrdonlar.